sumbul sochlari jamalakli urib, qaro qoshlariga o'sma surib, sumbul sochlari jamalakli urib, qoshini qarosiga o'sma qo'yib, ko'zlari go'yoki yaxut surma qo'yib, qoshini qarosiga o'sma qo'yib, ko'zlari go'yoki yaxut surma qo'yib, ey go'zal muassal, ey asal mu go'zal, lablari bolli asal, ey go'zal muassal, ey asal mu go'zal, lablari bolli asal. Qaro qoshlariga o'sma surib, sumbul sochlari jamalakli urib, qaro qoshlariga o'sma surib, sumbul sochlari jamalakli urib, qo'shin qoqib jilvalanib qo'y dedilar, ko'zim chizib o'zga yorni tanladilar, qo'shin qoqib jilvalanib qo'y dedilar, tatay ko'zim chizib o'zga yorni tanladilar, ey go'zal muassal, ey asal mu go'zal, lablari bolli asal, ey go'zal muassal, ey asal mu go'zal, lablari bolli asal. Qaro qoshlariga o'sma surib, sumbul sochlari jamalakli urib, qaro qoshlariga o'sma surib, sumbul sochlari jamalakli urib, qaro sumbul qoshlariga o'sma surib, sumbul sochlari jamalakli urib, qaro qoshlariga o'sma surib, sumbul sochlari jamalakli urib. Aferin. Ertalabdan qora qoshli qizlar uchun atalgan. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz soat signal beryapti. Juda shovqinli joydasan. Ertalabdan qayerdasan deyapti. Hayrona, ayting qayerdaligingizni. Men aytishim mumkinki, biz ertalabdan butun O'zbekistonga salom yo'llaydigan maskandamiz, kayfiyat ulashadigan joydamiz. Barchaga assalomu alaykum. Biz birinchi marotaba mana shu studiyadamiz. Adashib bir amallab yetib keldik. Xayrli tong. Kuz faslining go'zal tongi boshlandi. Shuning uchun hammaga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Bilamiz, havo salqin bo'lishi bilan uyg'onish juda ham qiyin bo'ladi, lekin bizni albatta katta ishlar kutyapti. Shuning uchun hammaga yaxshi kayfiyat va boshlangan tong faqatgina muvaffaqiyatlar va kutilgan yaxshiliklarni olib kelsin. Albatta, xush kelibsizlar. Rahmat.